Assalomu alaykum. Zubayr Uz kanalining ashaddiy qadrli obunachilari, akalar. Anchadan beri chiqa olmayapmiz. Chunki Qirg'izistondan qo'ylarimiz o'tgani yo'q edi. Xudo xolasa endi qo'ylarni o'tkazib, birma-bir ikki partiya qo'y chiqarib beramiz. Ma'nilik, yirik o'sha 85-90 qo'y so'ragan akalarimizga chiroyli qilib, yaqin bo'g'oz, erkitish, to'rtish 6 qo'ylarimizni chiqarib beramiz. Kanalga boshidan bitta like tirs bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, bundan buyog'ida xudo xolasa o'zim chiqaman. O'zimni qo'ylarim to'lka, o'zimni qo'ylarim, o'zimni qo'ramda, ikkita qo'ram bor. Shu ikkovida birma-bir video qilib, qo'ylarni kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Sizlardan akalar bittadan paddishga like tirs bosib qo'yinglar. Xudo xolasa kanalimiz rivoj uchun o'z hissalarni qo'shib qolib qo'ylarni birma-bir ko'rsatamiz. Bo'lmasam bo'ylari 85-90 lik qo'ylar. Bular hozir yerlar chataqligiga ham iloji yo'q, video qilyapmiz. Qo'ylar o'zi kechqurun keldi. Hali nima deydi? Qorni to'yib, charchog'i chiqqani yo'q. Qo'ylarni ko'rsataveramiz. Tishlarigacha ko'rsatib beramiz. Qo'ylarni qarang. Baş qo'ylar 90 plus qo'ylar. Buni ajrasa chiqadi. Yoshi ham mana 400 qo'y. Xudo xolasa bo'g'oz. Mana dumba, razred hamma yog'i kelgan. Buni 10 millionning uyog'ida qo'y o'zi aslida, lekin biz kanalimizda bu yerda o'zi 12 bosh qo'y, birinchi partiyamizga chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa lipoyni ushlab, lipoyni ko'rsataveramiz. U kishi yoshi haligilardan muammosi yo'q. Bo'yi basti hamma yo'q kelgan. Sveta zo'r, eng glavnisi o'zi bir kishiga qopladigan qo'ylar. Tug'ishi ham yaqin mana. Bash qo'ylarimiz ham bash qo'ylarimiz ham mana keling. Hech qanchaga bormay tug'ib beradi. Chi ham mana zo'r. 4 qo'y. Xudo xolasa, mashlarni ham bo'yi 80 dan oshiqda bular. Qo'y serob, narigi qo'ramizga 50 bosh, bu yerga 50 bosh tushdi. Hozir prosta ikki partiya chiroyli qilib video qilib beraman. Kelib ko'raman deganlarga like tashlab beriladi. Like'ni tirs bosib qo'yinglar akalar. Like bossa, sizlardan ham pul olmaydi, bizga pul berib qo'ymaydi. Prosta haligi kanalimizning rivoji uchun bo'ladi, xolos. Qo'ylar o'ta gigant sog'liqlar. Sog'liqlar haqiqatan haligi 75 Jizzax, Qashqadaryo unaqa qo'ylardan emas. Toza Qirg'iziston 100% javob beraman. Qirg'izistondan olib kelingan qo'ylar bular. Qo'ylarni garboz bo'lgan. Mo'janavorni qarang. Turmaydi, lekin shu qo'ylar ham yirik narsalarda bular ham. Shuni ko'rsatib qo'yaylik. 4 ga endi chiqaryapti qo'y. Toza narsa. Bozorda ham buni ushlatib qo'ygan yo'qda 8 million, 9 million, 10 million narx aytyapti. Bu qora bitta qoramiz bor. Bu ham tug'ay deb turibdi. 15 ga atrofida tug'adi. Egisachi qo'y o'sha ham. Mana ham shu xuddi shu. Egis qo'y, egisachi qo'y. Bu yerda 12 bosh narxini yengil qilib beramiz. Oldi qochdi gap. Unaqa 10 million, unaqa narxlar yo'q. 7 million so'mdan qilib beramiz. Yana bir partiyasi bor. Ularni ham ko'rsatamiz. Ikkovini ham bitta odam olaman degan bo'lsa, yana ham yengil qilib beramiz. 7 million so'mdan ketaveradi buni. Bo'lmasam keyingi haligi qo'ylarimiz, keyingi partiyamizga o'taveramiz. Xo'p, ikkinchi partiyamizga akalar haligi tashqarida qochyapti qo'ylar dangali. Biz o'z ikki kishimiz xolos, haligi shogirdlar ham to'g'risi maktabda u yoqqa bu yoqqa o'zimiz shuning uchun Qur'on o'zida ikkinchi partiyamizni ko'rsatyapmiz. Xo'p, o'da yirik, gigant qaranglar qo'ylarni. U kichikgina qo'ylar emas. Xo'p, liboy joyda ko'rinadi deydi-yu, haligi qozonda bor cho'mishda chiqadi deydi-yu. Xuddi mana shunaqa mana qo'ylar ko'ryapsizlar. Buning ichida ham bitta
simjun qorasi bor, qolgani hammasi o'sha sariq garbonusli qo'ylar. Hozirgi deb o'ylab qolmanglar mana. Hozirgilar yeyishini ko'ryapsizlar. Ovqatni ayamay yeyapti. Asadga qo'ylarimizni o chekkaga olib qo'yganmiz. Chunki haliga hammasi tekis qo'y chiqsin deb qo'yib qo'yiladi. Lekin qo'ylar qaranglar. O'ta katta. Dangali videoda qanaqa ko'rinyapti, qanaqa yo'q, lekin haqiqatan yirik qo'ylar. Yoshi ham yosh, eng qizigi. Yoshi ham o'ta yosh. Bu yerda ham 12 bosh. 12 bosh birinchi partiya, 12 boshga ikkinchi partiyamizga 32 ta, 24 ta qo'y bo'ladi. O'sha agar arzonroq variantidan so'raganlarga u yoqda 5 dona arzon variantidan bor. Ular ham shularning ichidan chiqqan, lekin buning ichiga bitta tiqib yo'q, haligi sotib olsa ham bo'ladi, lekin olgan odam chiroyli bir xil qo'y olsin degan maqsadda Asadga qo'y o'zimizga qolsin. Hop, yirik o'sha toza gigantlarini sizlar olib boqinglar akalar. Mana bittadan like bosib, obuna bo'ling, esdan chiqmasin akalar. Obuna bo'lib qo'ying. Haligi bizning kanalni ko'rib turgan odam nima deydi, haligi qo'yga ishqiboz odam ko'radi. To'g'risi, ishqiboz odam bo'lmasa, u qo'y hech qachon ko'rilmaydi. Hamma o'z ishqiboz bo'lgan narsani ko'radi. Mana akalar. Mana akalar, bu qaranglar. Lippoy bittasini tishini ko'rsataveramiz. Tishidan muammosi yo'q. Xohlagan bittani ushlab tishini ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana shuni kattasini tishini ko'rsataveramiz. Mana to'rtta. Hop, qaysinisini ko'rsatay mana. To'rtta mana. Mana shu to'yda turibdi, mana shu qo'yam. Ana yuribdi mana shu. Qaysini shunday yana? Bu qo'yni qaranglar. Yiltib toza mana. Tishi ham udor. Jonivor. Mana. Bu qaranglar. Tut qo'zi yegan bu, hali tish ham chiqarmadi jonivor mana. Babacha yegan mana shu holatda gap yo'q. Bu qaranglar akalar. 12 bosh. Hop, birinchi partiya ham 12 bosh, bu ham 12 bosh akalar. Narigi qo'ramizda hop 50 bosh narigi qo'ramizga tushgan. Hop, nima ma'lumotlar bo'lsa, telefon qilasizlar, bitta olasizlarmi, hammasini olasizlarmi? Kelishtirib beramiz. Bu partiya ham shu 7 million so'mdan ketaveradi. Haligi prime qilib 9 million, hop 8 million beray, 7,5 million beray. Ular qilish kerak yo'q. Kesalaring dangal qo'lda ushlab savdo qilib qo'yaveradi. Lekin masofani olyapsizlar, boladan akasini narxini aytib qo'yish kerak. U haligi kino ishlamasdan mana boladan realni narx shu. Bo'lmasam, xudo xolasa keyingi 50 boshimizni narigi ertaga, narigi qo'ramizda chiqaramiz, xudo xolasa. Kelib ko'raman deganlarga lokasiya tashlab beriladi. Manzil Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida qo'yinglar. Hop, obuna bo'lib, like gumbillatib qo'yinglar. Yana ham tushib beraman. Naqd kelib, xotirjam Lippoy qo'yga solishtirib, haligi Lippoy qo'y bilan narxlarni ham bemalol ko'rib olaverasizlar. Agar bizni qo'y yoqmasa, kelsalaring boshqa bolalarni ham qo'yib bor, o'zimizni sheriklarni qo'yib ko'rsatib, uylarni aylantirib, narxlar bilan tanishtirib ham qo'yaveradi. Hech qanaqa haligi g'arazchilik, unaqa narsa yo'q. Mendan olmasalaring, boshqalardan olaverasizlar. Qishloqda qo'y serob kelib bemalol tanlab olaveradigan qo'ylar keldi. Videomizda akalar xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz chorvamizga Alloh baraka bersin. Mana shunaqa tozalardan boqishlik nasib qilsin. Qisqa va londa video bo'ladi. Xudo xolasa bundan bu yog'ida bizni kuzatishda davom etinglar. Biz xudo xolasa har kuni mashtaqalardan to'p kelishga harakat qilamiz akalar.